Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz ayollarda uchraydigan surunkali sistit haqida suhbatlashamiz. Ayollarda uchraydigan sistit kasali oylar, yillar davomida davolanib shifo topolmayapman degan bemorlar murojaat qilishadi bizga ko'plab. Shunaqa ayollarda ko'proq uchraydi, erkaklarda ham kamdan kam holatlarda uchraydi. Yo'q emas, uchraydi, lekin ayollarda ko'proq uchraydi. Ayollarda shu surunkali sistit kasalligi bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizni tabiiy giyohlari, siroplari yordamida bemalol lecheniya olib, butunlay sistit kasalidan forig' bo'lishingiz mumkin, qutulasiz. Sistit kasali butunlay yo'q bo'ladi Allohning qudrati ila. Bemalol kelib lecheniya olib, sog'ayishlaringizni tavsiya qilaman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, kelgusi efirlargacha deb qolaman. Bemorlarga Allohim shifosini bersin, sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin. Layklaringizni bosaveringlar. Qanchalik layk bosinglar, ko'proq insonlar ko'rishga muvaffaq bo'ladi. Hech qanday bizga foydasi yo'q.